Turk tilidagi inanmak va güvenmek fe'llarini hozir farqlarini ko'rib chiqamiz. Ikkalasi ham turk tilidan o'zbek tiliga ishonmoq deb tarjima qilinadi, lekin har xil vaziyatlarda ishlatiladi. Masalan, inanmak bu ishonmoq, ya'ni insonning aytayotgan gapiga, insonning qilayotgan ishiga yoki birorta xabarga ishonish ma'nosida kelyapti. Masalan, ben bu xabara inanmıyorum, men bu xabarga ishonmayman. Yoki ben sana inanıyorum. Siz menga hozir bir gap aytdingiz va men sizga ishonaman deyapman. Endi güvenmek fe'liga o'tamiz. Güvenmek ham ishonmoq deb tarjima qilinadi, lekin bu insonning o'ziga ishonish. Masalan, ben sana güveniyorum. Sen bu maçı kazanırsın. Men sizga ishonaman. Siz bu o'yinni yutib chiqasiz. Yoki o odamga hech güvenma. U insonga umuman ishonma ma'nosida keladi. Turk tilini yanayam ko'proq o'rganish uchun bu videoga like bosing va turk tilini o'rganayotgan guruhdoshingiz, tanishingiz, kimingiz bo'lsa, u odamga bu videoni yuborib qo'ying. Aytgancha, menga obuna bo'lishni ham unutmang, chunki 10 mingta podpisчик bo'lmoqchiman. Xayr, güle güle.